22. savol. Ichki va tashqi ko'rinish jihatda La ilaha illallohning talablariga bo'yin egishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari bobidan 22. savol. İchki va tashqi ko'rinish jihatda La ilaha illallohning talablariga bo'yin egishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar degan savolning javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. İchki va tashqi ko'rinish jihatda La ilaha illallohning talablariga bo'yin egishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Cevap, Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sure Luqman 22. ayetida mundaq deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Tercümesi: Yaxşı iş qılğıcı bolğan halda ixlas bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan boludu. İşlarning oqibati Allohga mansubdir. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullahning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan 22. savol. Ichki va tashqi ko'rinish jihatda La ilaha illallohning talablariga bo'yin egishning Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar savolining javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.